Assalomu alaykum futbol loyiha kanali kuzatuvchilari. Bugun bizda navbatdagi tahliliy video. Bugun ilk bor terma jamoamiz o'yinini tahlil qilamiz. Timur Kapadze singari bizda ham debyut. Sizlar bilan Kamina Farhod To'lqinov. Demak, boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 Xabaringiz bor, klublar futbolda tanaffus. Shu sababli terma jamoamiz ham jahon chempionati saralashidagi o'z o'yinlarini boshladi. Dastlabki bahs Bunyodkor stadionida Qirg'iz Respublikasiga qarshi bo'ldi. Ikkinchi uchrashuv 25-mart kuni Ozodiy stadionida Eronga qarshi bo'ladi. Albatta, ushbu uchrashuv uchun ham tahlil bo'ladi. Bunday tahlillarni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Musobaqa jadvaliga ko'ra Erondan 3 ochko ortdi. Qatar va Birlashgan Arab Amirliklaridan 6 ochko oldindamiz. Keyingi 3 turda durang o'ynasak ham guruhdan chiqamiz. Lekin shunga qaramay futbolchilarimizdan maksimal natija kutib qolamiz. Srechko Katanets sog'lig'idagi muammolar sababli 22-yanvar kuni iste'foga chiqqan edi. Kapadze esa uning o'rnini egalladi. Timur Kapadze intervyularidan birida jinni emasligini, tayyor jamoaga katta o'zgarishlar qilmasligini aytgan edi va ushbu uchrashuvda u va'dasining ustidan chiqdi. Tarkibda deyarli yangilik yo'q edi. Xuddi Katanetsning tarkibi kabi 5 himoyachi. Lekin yaxshi bilamiz, Timur Kapadze 5 himoyachiga asoslangan sxemada futbolchilarni avval o'ynatmagan. Uzoq uning jamoasida 4 himoyachi, oldinga ko'tarilganda esa 3 himoyachi bo'lishi mumkin edi. Demak, tarkibimiz 5-2-3 yoki 3-4-3. Avvalgi o'yinlardan 2 yo'qotish bor edi. Biri Oston O'runov bo'lsa, yana biri Husniddin Aliqulov. Har ikki futbolchimizni tezroq safga qaytishini talab qilamiz. Ularning o'rni ushbu bahsda Abdulla Abdullayev va Abbos Fayzullayev bilan to'ldirildi. Qolgan chiziqlarda esa o'zgarish yo'q. Qirg'iz Respublikasi ikkinchi raqamli jamoa bo'lib o'ynaydi. Jamoaning taktik sxemasi 5-3-2 edi. Kutilganidek, terma jamoamiz vakillari dastlabki daqiqalardanoq oldinga ko'tarilib, ustunlikni o'z qo'liga olgan holda hujumlar tashkil qilishdi. Vakillarimizning uchrashuvdagi sxemasi to'liqligicha 3-4-3 bo'ldi. Garchi 5 himoyachi bilan maydonga tushgan bo'lsak-da, ushbu uchrashuvda umuman himoyaviy o'yin ko'rsatilmadi. Xabi Alonso va Simone Inzagilar bu sxema, uslub bilan hujumkor o'ynash mumkinligini butun Yevropaga ko'rsatib kelishyapti. Timur Kapadze ham aynan ushbu mutaxassislarning o'yinlaridan andoza olgani ilk daqiqalardanoq ko'rinib turgan edi. Qirg'iz Respublikasi vakillari esa 5-3-2 sxemasida harakat qilishdi va jamoa oldinga asosan long bollar bilan o'tmoqchi bo'ldi. Terma jamoamiz vakillari ilk daqiqalardanoq yuqori pressingda harakat qildi. Har bir chizig'imiz o'ziga berilgan nuqtada aktiv pressing qildi. Hujumdagi trio asosan raqib jarima maydoni oldida. Agar bu pressing yorib o'tilsa, ularni Shukurov va Hamrobekov tandemi markazda, qanotlarda esa Alijonov va Sayfiyev juftligi kutib olishdi. Agar bulardan ham o'ta olishsa, markaziy himoyachilarimiz maydon markazida ularni kutib olishdi. Ushbu bahsda laterallarga katta yuklama tushishi aniq edi. Ilk zarba ham aynan mana shu futbolchilarimizning faolligi natijasida yuzaga keldi. Shuningdek, Abbos Fayzullayevning pressingda ishlashiga alohida to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Fayzullayev xuddi raqib himoyachilarining harakatlarini oldindan ko'rayotgandek edi. 8-daqiqada aynan mana shunday pressingda faol ishlash natijasida Fayzullayev raqibdan to'pni olib qo'yadi. Uni esa raqib juda qo'pol tarzda yiqitdi. Ikkinchi zarba mana shu jarima zarbasidan yo'llandi. Jaloliddin Masharipovdan zarba, darvozabondan super seyf. Erjon To'katayev ushbu zarba orqali seyflar seriyasini boshlab oldi. Raqib futbolchilari pressing natijasida aniq uzatmalar orqali deyarli qarshi hujum boshlay olishmadi. Raqib jamoa safida faqatgina hujumchi Merkda uzatmalar aniqligi foizi 80 dan yuqori edi. Himoyachilarning o'rtacha uzatmalar aniqligi 58% ni tashkil qildi. Solishtirish uchun bizning himoyachilarimizning o'rtacha uzatmalar aniqligi 87% edi. Uchrashuvdagi ikkinchi xavfli vaziyat 13-daqiqada yuzaga keldi. Abbosning ochilayotganini ko'rgan terma jamoamiz sardori unga uzatma berdi. Lekin so'nggi pallada himoyachilar Fayzullayevga qarshilik ko'rsata olishdi. To'p darvozaning yonginasidan o'tib ketdi. Fayzullayevning yuqori intellekti bemalol top 5 chempionatlarda o'ynashga yetadi. Hozirgi vaziyatda ham e'tibor bersangiz, biroz pauza bilan raqib himoyachi kelishini kutadi, keyin esa birdaniga tezlik olib bo'sh hududga ochiladi. Abbosda bunday vaziyatlar ko'p bo'ldi. Tahlil davomida shunday harakatlarga yana to'xtalamiz. Fayzullayev va Masharipov vaqti bilan
qanotlarini almashib o'ynashdi. Avtobusga qarshi o'ynalganda bunday rokirovka odatda foyda beradi. Abbos chap qanotga o'tishi bilan raqibni sariq kartochka olishga majbur qildi. Bu safar ham Fayzullayev raqibning harakatlarini oldindan o'qib, uni aldab o'tgan edi. Abdurahmonov uni bo'sh zonaga chiqib ketishiga yo'l qo'ya olmasdi. Shu sababli sariq kartochkali foul bilan bo'lsa-da to'xtatdi. Navbatdagi xavfli hujumni ham Abbosning o'zi yaratdi. Fayzullayev bir futbolchini aldab, ochilayotgan Masharipovga to'pni uzatgandi, lekin Jaloliddinning yo'llagan zarbasi biroz kuchsiz chiqdi. Eldor Shomurodov ushbu bahsda yakunlovchi vazifasidan ko'ra playmaker sifatida yaxshiroq o'ynadi. Terma jamoamiz sardori sheriklarini juda yaxshi qo'llab-quvvatladi. Bundan tashqari, har doim kamida bir nafar futbolchini o'zi bilan olib yurdi. Uning navbatdagi fenomenal pasdan so'ng Alijonov penalti ishlashga muvaffaq bo'ldi va raqibni qizil kartochka olishga majbur qildi. Alijonov garchi to'p Shomurodovga yetib kelgunicha pala-partish harakat qilgan bo'lsa ham oxirgacha o'ynadi va ochildi. Eldor ham uni his qilib juda chiroyli uzatma berdi. Said Tatsiyev esa 24-daqiqada Qirg'izistonni qiyin ahvolga solib, o'zi maydonni tark etdi. Penaltida raqib himoyachisi Alijonovni qo'lidan ushlab tortib qoldi. Agar uni ushlab qolishmaganda yaqqol golli vaziyat bo'lardi. Vaziyatga yaxshilab e'tibor bersangiz, raqib darvozaboni Alijonov yiqilganidan keyingina to'pni egallab oladi. Ya'ni Alijonov yiqilmaganda darvozabon bilan deyarli 1 metrlik masofada to'pni qabul qilib olardi. Penalti ishlashdan ko'ra gol urish osonroq edi, lekin penaltini Shomurodov golga aylantira olmadi. To'katayevdan navbatdagi seyv. Seyvdan keyin VAR orqali darvozabonning ikkinchi oyog'i chiziqni tark etgan etmaganligi tekshirildi. Translyatsiyada yaqqol kadrni ko'rsatishmagan bo'lsa ham Erjon qoidani buzmagan edi. Ushbu vaziyatni ko'rgandan keyin yaxshi ham Sayfiyev gol kirita olmabdi, baribir bekor qilinarkan degan xayol keldi. Chunki Farruh Sayfiyev Shomurodov zarba berishidan oldin jarima maydoni ichiga kirib olgan edi. 29-daqiqada Ashurmatov ham o'z omadini sinab ko'rdi. Ya'ni uzoqroqdan zarba yo'lladi, lekin raqib darvozaboni yana o'z o'rnida. Qizil kartochkadan keyin mehmonlarda sxema 5-3-1 ga o'zgardi. Endi long bollar faqatgina Kojo tomon uzatilishi kerak edi. Kojoni esa 3 markaziy himoyachi a'lo darajada qo'riqladi. 31 va 35-daqiqalarda Eldor 2 bor qanotlardan uzatilgan to'plarni bosh bilan zarba yo'llab gol kiritmoqchi bo'ldi, lekin har ikkisi noaniq chiqdi. 40-daqiqada hujumdagi triomiz ishtirok etgan hujum uchrashuvdagi yagona gol bilan yakunlandi. Fayzullayevdan navbatdagi super harakatlar. 21 yoshli Venger Alijonovni ko'rib vaqtida unga uzatma bera oldi. Hoji Akbar Alijonov ham vaqtida ochilib, ofsaydga tushib qolmadi. Darvozabon ushbu vaziyatda to'pni qanchalik qaytarishga harakat qilmasin, to'p darvozaga kirib, o'yindagi kartinani kichikroq bo'lsa-da hisobga aks ettirdi. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda Eldor va Abbos navbatdagi xavfli vaziyatni yaratishgan edi, lekin darvozabon yana o'z o'rnida. Shomurodov o'z aybini yuvish uchun birinchi bo'limning so'nggi daqiqalarida olisdan zarba yo'llab ko'rdi. Yana bir bor To'katayev o'z o'rnida. Birinchi bo'limdagi statistika quyidagicha edi. Ko'rib turganingizdek, total ustunlik terma jamoamizda. Anchadan beri raqibga umuman imkoniyat qoldirmagan holda bunday ustunlikka erishmayotgan edik. Ikkinchi bo'limni mehmonlar ikki o'zgarish bilan boshlashdi. Bu orqali o'yinni o'zgartirmoqchidek edi. Ilk soniyalarda bu sezildi, chunki jamoa ilk bor ketma-ket 14 ta aniq pas berdi. Keyin esa vakillarimiz pressing natijasida raqibni xato qilishga majbur qilib, yana to'pni egallab oldi. Navbatdagi zarba 54-daqiqada Hamrobekov tomonidan yo'llandi, lekin noaniq. Qirg'iz Respublikasining ushbu uchrashuvdagi ilk va yagona zarbasi 54-daqiqada Guljigit Alikulov tomonidan yo'llandi, lekin Abdulla Abdullayev zarbaga blok qo'ydi. Ikkinchi bo'limda aynan 3-himoyachi sifatida harakat qilgan Abdullayev ancha oldinga ko'tarilib, erkinroq o'ynashni boshladi. O'zi umuman ushbu bahsda Abdullayev bexato harakat qildi. Hujumlarni buzib, qarshi hujumlarni oldini olishlariga esa alohida to'xtalib o'tmay ilojimiz yo'q. Qolaversa, Husanov va Ashurmatov ham yuqori darajadagi klassni namoyish etib berishdi. Abduqodir asosan so'nggi himoyachi bo'lib markazda qoldi. Bu orqali terma jamoamiz xotirjam o'ynadi. Rustam Ashurmatov esa asosan hujumlarni boshlab berdi. 28 yoshli himoyachi ushbu bahsda eng ko'p uzatmalarni amalga oshirgani bejiz emas. 56-daqiqada esa Masharipov simulyatsiya uchun sariq kartochka oldi va Eronga qarshi
qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi ma'lum bo'ldi. Terma jamoamiz vitse-sardori ushbu vaziyatda raqib himoyachisi oyog'ini balandroq ko'tarishini kutgandi va jamoamizga penalti ishlab bermoqchi edi. 58-daqiqada ikkinchi bo'limda ko'rinmay qolgan Sayfiyev o'rniga Ibrohim Halil Yo'ldoshev maydonga tushdi. Yo'ldoshev darhol o'yinga qo'shilib ketdi. Uning maydonga tushishi hujumga faollik qo'sha oldi. Navbatdagi xavfli zarba 65-daqiqada Masharipov tomonidan yo'llandi. Eldorning uzatmasidan keyin Jaloliddin bir futbolchini chiroyli aldagan holda zarba yo'llagandi. Qirg'iziston posboni To'katayevdan esa navbatdagi seyv. Terma jamoamizda odatdagidek markazdagi ikki futbolchiga juda katta yuklama tushdi. Shukurov va Hamrobekov juda ko'p mehnat qilishlariga to'g'ri keldi. Ularning har ikkisi ham hujumni buzishdan tortib hujum boshlashgacha faol o'ynadi. 70-daqiqada aynan markazdagi futbolchilarning samarali harakatlari natijasida boshlangan hujum gol bilan yakunlangan edi. Fayzullayevdan ikkinchi assist, Eldordan uchrashuvdagi ilk golini ko'rishimiz mumkin edi. Lekin Otabek Shukurov uzatma berishga biroz kech qolishi natijasida Fayzullayev ofsayd dedi. Abbosbek Fayzullayevning 75-daqiqada Mishinkani dog'da qoldirgani ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p aylanmoqda. Bu kadrlarni futbol muxlislari qayta-qayta tomosha qilib charchashmaydi. 79-daqiqada markazdagi jangchilarimizdan biri Shukurov o'yindan olindi va uning o'rniga Ruslanbek Jiyanov maydonga tushirildi. Masharipov esa markaziy yarim himoyachi roliga o'tdi. Mehmonlar hisob minimalligidan kelib chiqib, qarshi hujumdan umid qilib o'ynadi. Kichik imkon tug'ilishi bilanoq qarshi hujumga qochishga harakat qildi. Lekin vakillarimiz zarbaga umuman imkoniyat berishmadi. 84-daqiqada Abdullayev kuchli zarba yo'llagandi, lekin To'katayev bu zarbani ham qaytardi. 88-daqiqada vakillarimizda navbatdagi ikki o'zgarish. Masharipov va Alijonov o'rniga Abdurahmatov va Mazgavoy maydonga tushdi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalarida Hamrobekov va Ashurmatov jarima maydoni tashqarisidan zarba yo'llab ko'rdi, lekin har ikkisi noaniq chiqdi. Endi umuman o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, Temur Kapadze uchun debyut yomon chiqmadi. Uchrashuv avvalida ta'kidlaganimizdek, Kapadze tavakkal qilmasdan ham maksimal natijaga erisha oldi. Garchi hisob 1-0 bilan yakunlangan bo'lsa ham, ushbu uchrashuv O'zbekiston uchun og'ir o'tmadi. Futbolchilarimiz juda qiynalishmadi yoki muxlislar ham uchrashuvni validol bilan tomosha qilmadi. Bunday xotirjamlik bilan esa oxirgi marotaba qachon terma jamoamiz o'yinini ko'rganimizni eslay olmadim. Albatta xotirjamlik yaxshi, lekin raqib Qirg'iziston edi. Top jamoalarga qarshi uchrashuvlarda esa realizatsiya a'lo darajada ishlash kerak. Endi bizni Eronga qarshi uchrashuv kutib turibdi. Eronga qarshi bahsda o'z imkoniyatlarimizdan foydalanmasak, raqib jazolashi aniq. Kapadze buni yaxshi tushunib turibdi va albatta Eldor Shomurodov ham. Shomurodovni biz juda yaxshi bilamiz. Qiyin bahslarda u haqiqiy sardorligini ko'rsatadi. Shu bilan navbatdagi videomiz tahlili ham yakuniga yetdi. Keyingi bahs Eronga qarshi bo'ladi. Eronga qarshi bahsni ham albatta Futbol loyiha YouTube kanalida tahlilini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Kamila Farhod bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.